Assalomu alaykum do'stlar. Men xuddi oynadan qarab turgandek sizga termilib turibman. Bu yil bahor nihoyatda seryog'in keldi. Qarang. Daraxtlar yaproqlari ko'k, tog' ko'k. Undan tashqari bu yerdagi changlar allaqachon yuvilib ketdi. Bugun kechasi bilan ham ozoz yog'ib chiqdi. Mana kech paytga kelib jala quya boshladi. Bilmayman, Toshkent ko'chalari shallobo bo'lib ketgan bo'lsa kerak. Bu oldindan bashorat qilish emas, chunki bizda ariqlar, turli shoxobchalar, suv ketadigan stoklar allaqachon yopilib bo'lgan. Shuning uchun keyingi paytda shahar hokimiyati astoydil harakat qilyaptiki, shu ariqlarni ochish, ekologik jihatdan tartibga solish, turli chiqindilarni olislarga uzatish, tezroq tozalab yuborish masalalarga alohida e'tibor qaratyapti. Lekin yomg'irda insonning bolaligi esga tushadi. Uning butun shirin orzulari esga tushadi. Bahorning o'z shunday xislati bor. Birinchi odamni entikadigan, odamni quvnatadigan narsa bu azon, toza havo. To'yilgan kislorodga to'yilgan musaffo havo. Bolalikdan yaxshi ko'ramiz har birimiz yomg'ir ostida o'ynashni, yomg'irdan keyingi musaffo havoni. Shuning uchun ham yomg'irdan keyin albatta kamalak chiqadi. Kamalak tegsa yomg'ir yog'ib o'tadi. Endi aytib qo'ya qolay, biz o'z tabiatimiz bo'yicha eski o'zanlarga qaytayotgandaymiz. Chunki ko'ryapsizlar, sellar, toshqinlar ma'lum bir joylarda, tog'oldi rayonlarda yuz berib turibdi. Eng avvalo ehtiyot bo'lamiz. Suv balosi degandek, o't balosi degandek, undan ehtiyot bo'lamiz. Qolaversa, albatta bundan keyingi yomg'irlar menimcha ham to'xtasa kerak. Yozga ham hech qancha qolgani yo'q. Bir hafta, 1,5 hafta qoldi. Undan keyin yoz boshlanadi. Yozning issiq kunlarida mana bu musaffo havoni hammamiz orzu qilib kutamiz, orzu qilamiz. Tabiat haqida ko'proq reportaj beraman. Chunki tabiat men bilan, mening yonimda, har birimizning yonimizda, har birimizning dilimizda, borligimizda. Alloh har birimizni o'z panohida asrasin. Mana shunday musaffo havo bilan hamisha bizni baxtiyor qilsin. Yo'llarimizni ochsin. Dasturxonlarimiz to'kin bo'lsin. Aytishlaricha suvni albatta bu rizq ro'z deb ataydilar. Suvni bo'lg'usi rizqimizning boshlanishi bashorati deb ataydilar. Mana shu yog'ayotgan yomg'irlar to'kin sochinlik olib kelsin. Yaxshi kunlar olib kelsin. Eng avvalo arzonchilik bo'lsin. Sog' salomat bo'laylik. Hammamizning umrimizga, rizqimizga barakotlar yog'ilsin. Oddiy fikr Dadaxon Yoqubov. Endi men bir narsani aytishni iltimos qilardim. Agar istasangiz tez ko'rishib turishni men ham orzu qilaman. Shu mening kanalimga podpisatsiya degan joyini bosib qo'ysangiz va ko'paysa odamlar soni. Endi niyatim yo televideniyalarning birida yoki bo'lmasa shu ijtimoiy tarmoqlarda Dadaxon Yoqubov bilan deb nomlangan. Demak, yana Dadaxon Yoqubov bilan deb nomlangan tok-shou ko'rsatuvini qilish niyatim bor. Bu ko'rsatuvdan maqsad sizning tilingiz ichida turgan, dilingizda turgan muammolarni ko'tarib chiqish, odamlarga yordam berish, jamiyatimiz taraqqiyotiga hissa qo'shish. Mavzularni berish esa sizdan, aziz tomoshabinlar, aziz muxlislar, aytish joiz bo'lsa foydalanuvchilar. Ko'rishguncha, demak yana Dadaxon Yoqubov bilan